Assalomu alaykum barchaga. Demak, alkanlarning olinishi haqida gaplashamiz. Demak, alkanlarning olinishini boshladik. Demak, olinishdan avval ozgina fizik hodisa haqida gaplashamiz, ya'ni fizik xossalar haqida gaplashamiz. Demak, alkanlarning molekulyar massasi ortishi bilan qaynash va suyuqlanish temperaturasi va nisbiy zichligi ham oshib boradi, chunki molekulyar massa oshib boradi. Nisbiy zichligi oshadi shunda. Qaynash temperaturasi ham oshib boradi. Endi alkanlarning birinchi, 4-chi vakillari gaz agregat holati 5 dan 15 gacha suyuq, 15 dan keyin nechagacha topilgan alkan bo'lsa, hammasi qattiq holatda bo'ladi deyishimiz mumkin. Normal zanjirli uglevodorodlarning qaynash temperaturasi tarmoqlangan zanjirli uglevodorodlardan ko'ra yuqori bo'ladi. Barcha alkanlar suvda yengil, suvda erimaydi, qutbsiz erituvchilarda yaxshi eriydi deb hisoblanadi. Bu alkanlarning shu fizik xossasi bo'ladi. Davom etamiz. Olinishi. Demak, Bertlow usulida olinadi. Ya'ni Bertlow usuli qanaqa olinadi? Bunda uglerod sulfit bilan, ya'ni uglerod disulfit, vodorod sulfit aralashmasini qizdirilgan mis ustidan o'tkazib metan olinadi. Mana reaksiyasi. Ya'ni shu xuddi shu tartibda boradi, metan olinadi. Bunda CH4 bilan yana qo'shimcha sifatda xo'p mis 2s moddasi hosil bo'ladi. Xo'p, ikkinchi olinish usuli uglerod va vodorod aralashmasining 1200 gradusda qizdirilgan holatda metan olinadi. Ya'ni uglerodga vodorod qo'shamiz, metan hosil bo'ladi bunda. Laboratoriyada karbon kislotalari tuzlarini ishqor qo'shib qizdirib olinadi. Bu Dyuma reaksiyasi deyiladi. Endi shu Dyuma reaksiyasida ozgina to'xtalamiz. Ya'ni jarayon qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana metil atsetatdan natriy gidroksid qo'shsak, metan hamda karbonat hosil bo'ladi. Bunda uglerod bittaga kamayadi. Ya'ni uglerod bittaga kamayadigan, ya'ni ugleroddan bittaga kam bo'lgan alkan hosil bo'ladi. Mana misol uchun C2H5 COO natriy tuzini ko'ramiz. Bunga mana natriy gidroksid qo'shamiz. Natriy gidroksid va qizdiramiz. E'tibor qaratamiz, mana bu joyda uglerodlar bitta, ikkita, bitta, 3 ta uglerod bor. Mana bunday holatda bu reaksiya jarayonida mana bunday jarayon sodir bo'ladi. Ya'ni C2H5 uzilgan joyga vodorod bor, ya'ni C2H6 hosil bo'ladi. Bu etan. Natijada mana natriydan 2 ta plus 2 ta natriyni yozamiz. 2 ta natriy, uglerod va 3 ta kislorod bo'lyapti. 3 ta mana natriy karbonat hosil bo'lyapti. Ya'ni uglerod nechta bo'lsa, mana bu karbon kislotani natriyli tuz tarkibida reaksiyadan keyin u bittaga kamayib qoladi. Shuni hisobga olish kerak. Davom etamiz. Laboratoriyada alyuminiy karbidni gidroliz qilish yoki shu alyuminiy karbidga vodorod xlorid qo'shish natijasida ham olinadi. Mana har ikkala reaksiyada ham koeffitsiyentlar nisbati deyarli bir xil bo'ladi. Buni eslab ketish kerak. Laboratoriyada alyuminiy karbid gidroliz qilish orqali. Yoki karbon kislotalarini dekarboksillash. Ya'ni dekarboksillash bu mana karbonat angidrid chiqarib yuborish. Karbonat angidrid chiqib ketadi, natijada mana metan hosil bo'ladi deb qaraymiz. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi usul Kolbe. Kolbe usuli qanaqa? Organik kislota tuzlarini elektroliz qilib, to'yingan uglevodorodlarni olinadi. Ya'ni bu Kolbe reaksiyasi deyiladi. Bu quyidagicha. Mana misol uchun radikal CO natriy, ya'ni karbon kislotalarini umumiy natriy tuzining umumiy formulasini elektroliz qilamiz. Natijada yangi alkan hamda karbon tangid anodda, natriy gidroksid va vodorod katodda deb qaraladi. Endi bunga bitta misol keltiramiz. Misol uchun CH3 COO natriy deydigan bo'lsak, buni biz elektroliz qilamiz. Elektroliz qilganimizda nima jarayon sodir bo'ladi? Jarayonda karbon angidrid chiqib ketadi, natriy ishqori hosil bo'ladi, vodorod chiqadi. Demak, radikallarimiz bu joyda mana metil radikali. Metil radikali bilan metil radikali bog'lanadi. Metil bilan metil. Mana ko'rdik. Demak, ikkita metil bog'landi, bu etan molekulasini hosil qiladi. Nima ekan? Etan molekulasi. Plus karbon angidrid chiqadi, plus vodorod gazi chiqadi, plus natriy gidroksid hosil bo'ladi. Yoki buni keyingi vakili misol uchun C3H7 COO natriy misolda ko'radigan bo'lsak ham plus H2O nima chiqadi? C3H7 mi? Demak, C3H7 bilan o'zaro C3H7 bog'lanadi. Ya'ni bu 6 taligi geksan bo'ladi. Geksan plus karbonat angidrid, vodorod hamda natriy gidroksid hosil bo'ladi. Endi bu reaksiyani tenglashtirmadim. Katod va anod haqida gaplashib oldik. Mana qayerda nima chiqqanini bilsangiz bo'ladi. Davom etamiz. Fisher-Tropsch usuli. Bunda asosan normal suzishli to'yingan uglevodorodlar aralashmasi hosil bo'ladi.
umumiy formulasi mana is gaziga enta vodorod qo'shib, buni kobalt yoki nikel katalizator ishtirokida o'tkazish kerak. Bunga misol, n qiymati 1 bo'lsa nima bo'ladi? N qiymati 1 plus mana n qiymati 1 bo'ldi. 1 yozilishi shart emas, mana yozib qo'ydim. 1 ni qo'yaman, 2 ni birga ko'paytiraman va 1 ni qo'shaman. 3 ta vodorod. Natijada hosil bo'ladi. CH4 plus n ta suv deyilyapti. N qiymati 1 bo'lgandan keyin suv bitta bo'ladi. Mana H2. Reaksiya mana shu holatda teng. N qiymati 4 bo'lsin. Misol uchun 4 ta is gaziga plus 9 ta vodorod qo'shiladi. 9 ta vodorod, ya'ni 4 2 ko'paytirib 1 qo'shamiz. Natijada nima chiqadi? C4H10 plus suv. Suvni oldiga 4 gashini qo'ysak, reaksiya teng bo'laveradi mana. Mana shunday tartib beradi. Ya'ni sizga savol beradi-da, mana u n'larni topish bo'yicha ham savol beradi. Ya'ni koeffitsiyentlarimiz buncha bo'ldi yoki koeffitsiyentlar ayirmasi buncha bo'ldi deydi. Mana shuni eslab qolish kerak. N qiymatini bilgan holatda savolni aylantirib beradi. Davom etamiz. To'yinmagan yoki o'ta to'yinmagan uglevodorodlarni gidrogenlash. Shu joyga yozib ketamiz. Gidrogenlash nima? Plus vodorod qo'shib to'yintirish. Vodorod qo'shib to'yintirish. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun alken bor yoki sikloalkan bor. Sikloalkan. Biz bularga 1 moldan vodorod ta'sir etadigan bo'lsak, alkan hosil bo'ladi, 1 mol. Endi alkin bo'ladigan bo'lsa yoki alkadien bo'ladigan bo'lsa, bunday qilib dien deb yozib qo'ying. Dien bo'ladigan bo'lsa, biz bunga 2 moldan vodorod ta'sir etishimiz kerak. Chunki bitta qo'shbog'ini uzish uchun, ya'ni to'yintirish uchun 1 mol vodorod kerak bo'ladi. Demak, davom etamiz. Mana reaksiyasini ko'ramiz. Misol uchun siklopropan. Bunga vodorod qo'shsak, mana propan hosil bo'lyapti. Propan. Ya'ni bu siklopropan, bundan propan hosil bo'ldi deb qarasak bo'ladi. Yoki mana buni nomi buten 2, bu alken va buni qizdiryapmiz harorat ishtirokida, katalizator ishtirokida. Natijada butan hosil bo'ldi. Yoki mana asetilanga vodorod qo'shamiz, nikel platina palladiy katalizator ishtirokida. Bunda mana etan hosil bo'ladi. Ya'ni asetilendan etan molekulasi hosil bo'ldi deb qaraymiz. Navbatdagi usul virus reaksiyasi. Virus tomonidan 1855-yilda kashf qilingan monogalogenli alkanlarga aktiv metallarni ta'sir ettirish yo'li bilan olinadi. Xo'p, monogalogenli alkan. Buni umumiy holatda yozaylik. Mana monogalogen alkan radikal 1 deb ham yozishimiz shart emas aslida. Mana radikal. Bunga galogen bor deb qaraymiz. Plus natriy metal ta'sir ettirsak, xo'p, 2 molekula natriy metal ketadi. Natijada radikal uzildimi? Shu joyga radikal kelib bog'lanadi. Ya'ni bundan necha mol ketar ekansa 2 mol, 2 mol galogen, 2 mol natriy olib chiqib ketadi va hosil bo'ladi 2 mol natriy galogenit tuzi hosil bo'ladi deb qaraymiz. Misol uchun bu virus reaksiyasini yaxshilab bilish kerak. Virusni misol uchun metil xloridga natriy metal ta'sir etadigan bo'lsak, natijada nima sodir bo'ladi? Mana buni olib chiqib ketadi, natriyni, natriy bilan xlor. Demak, bizda 2 molekula kerak, bundan ham 2 ta kerak bo'ladi. 2 ta CH3 radikal erkin vaqt harakatlanib yurmaydi, o'zaro bog'lanadi va natijada natriy xloriddan 2 mol hosil bo'ladi. Mana. Endi yoki C2H5 mana xlorid ko'radigan bo'lsak, bunga natriy qo'shadigan bo'lsak, faqat xlorid emas, bromid ham bo'lishi mumkin. Mana 2 mol natriy kerak bo'ladi. Buni oldiga 2 qo'yamiz. Natijada mana C2H5 va C2H5 bog'lanadi. Va plus 2 mol natriy xlor hosil bo'ladi. Endi bilib olinglar, hech qachon toq alkan hosil bo'lmaydi. Toq alkan hosil bo'lmaydi. Toq alkan yo'q deb qo'yay, ya'ni toq alkanni olib bo'lmaydi. Chunki radikalimiz 2 hissa oshib qolar ekanda, mana radikal bog'lanib qolar ekan, 3 talik bo'lsa 6 talik, 4 talik bo'lsa 8 talik, bittalik bo'lsa 2 talik va hokazo bo'lib qoladi. Ya'ni o'g'ri soni 2 hissa ortadi, ya'ni 2x ga ortadi deyishimiz mumkin. Endi bu aralashma holatda bo'lsa-chi, misol uchun radikal 1 xlor bilan radikal 2 xlor bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Jarayonda radikal 1 xlor alohida mana shu radikal 1 xlordan nima chiqadi? Ya'ni o'zi chiqadi, ya'ni bitta, ya'ni birga bog'lanadi o'zi bilan. Ya'ni radikal 1, radikal 2 va radikal 2 alohida ketadi va radikal 1 bilan radikal 2 alohida ketadi. Mana shu tartibda 3 xil nima hosil bo'lyapti? 3 xil deyishimiz ham xato bo'lib qoladi. 3 ta alkan deylik. Chunki mana bu narsa ko'payadigan bo'lsa, umumiy yig'adigan bo'lsak, bitta bo'lib qolishi mumkin qaysidir birida. Ya'ni 3 ta alkan chiqadi. Mana bunga misol ko'rib chiqamiz. Mana metil xlorid bilan oddiy misol, ya'ni sodda vakillari etil xlorid C2H5
xlor aralashmasiga natriy metal ta'sir ettirildi. Demak, birinchi jarayonda metallar o'zaro bog'lanadi. Mana nima chiqar ekan? Birinchi etan chiqadi. Endi ikkinchi holatda etillar o'zaro bog'lanadi deylik, soddaroq qilib. C2H5. Demak, bu umuman olib qaraganda bu butan bo'ladi, to'rttalik, ha. Endi ikkalasidan umumiy holatda bitta metil va bitta etil chiqadi, C2H5. Bu propan bo'ladi. Propan. Demak, mana shundan ikki xilidan necha xil chiqyapti desak, shuncha, ya'ni 3 xil alkan hosil bo'lyapti deb qarashimiz mumkin. Endi bu yana bitta qo'shilsa, yana shu tartibda ketaveradi. Ya'ni misol uchun radikal 1 brom bo'lsin, radikal 2 brom bo'lsin va radikal 3 bo'lsin brom. Mana shunday holatda bo'lsa nima bo'ladi? Demak, o'zaro bir-bir bilan bog'lanib chiqadi. Radikal 1 radikal 1 2 bilan 2 bog'lanadi. Radikal 3 bilan 3 bog'lanadi deb qaraylik. Mana 3 ta chiqdi. Endi 1 bilan 2, endi 1 bilan 3 bo'ldi. Endi radikal 2 bilan radikal 3 hosil bo'ladi. Yana 6 xil holatda chiqishi mumkin bo'lyapti. Ya'ni mana shu tartibda hosil bo'ladi deyarli barchasi. Mana shu tartibda alkanlar olinadi. Endi bu struktura jihatdan murakkabroq bo'lsa, adashtiradigan savollar keladi. Ya'ni bu qadar sodda savollarni, ya'ni umumiy holatda olib qaraganda bermaydi. Ya'ni metil xloriddan qanaqa alkan olinadi? Sodda savollar deyarli kam tushadi. Ya'ni aralashma holatdagi savollarga e'tibor qaratib qo'yish kerak. Mana bunda aralashma holatdagi va undan tashqari tuzilish jihatdan qiyin bo'lgan, ya'ni nomlari ham qiyin bo'lgan, struktura jihatdan qiyinroq bo'lgani anchagina qiyinroq holatda o'ylanadi. Chunki ko'pchilik shuni farqiga bormaydi. Endi hozir shuni o'rganamiz. Ya'ni virus reaksiyasini mukammal holatda o'rganib olsak, biz savollarda qiyinchilikka uchramaymiz. Mana virus reaksiyasi qanaqa tartibda bo'ladi? Demak, virus reaksiyasida ikki hissa ortishini bildik. Demak, ikki hissa ortar ekan. Misol uchun, mana misol uchun metil deyishimiz xato hozir. Mana bu joyda metil bo'lsin va xuddi shu joyda galogen bo'lsin, CH2. Nima bo'ladi? Natriy metal qo'ysak. Natriy qayerdan ochib ketadi xlorni, shuni belgilaymiz. Mana shu joyi eslab qolamizda, xuddi shu alkanni yozamiz. Ya'ni CH3, CH2, uglerod o'zini yozaman, CH deyishim shart emas. Uglerodni o'zi, tasavvur qiling, o'zi va buni metili bor mana. Va CH3. Xuddi mana shu alkanni yana qaytarib yozamiz. CH3, ikki hissa oshirishimiz kerak. CH2 mana bu joyga uglerod va CH3. Mana bu joyda men metil chiqarib qo'ydim. Bizda galogen mana bu joydan bog'langanmidi? Bundan bu joydan ulanadi, mana tutashib ketadi. Mana yangi modda. Nomlaydigan bo'lsangiz, buni yaqin tomondan, radikal yaqin tomondan 1, 2, 3 bu tarafda ham, 1, 2, 3 bu tarafda ham. Uzun zanjir mana 6 talikligi aniq ekan. 6 talik. Shuning uchun raqamlar qo'yilaveradi, raqamlar nomlanaveradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deydigan bo'lsak, demak 3 ta va 4 ta ikkitadan radikal turibdi mana. Endi yanada murakkablashtiradigan bo'lsak, mana misol uchun ko'pchilik xato qilib qo'yadigan savol mana shu narsa, ya'ni hosil bo'lgan moddani nomlashi va olishi qiyin. Mana shu holatda bo'lsin. Mana shu joyda brom bo'lsin. Bunga natriy qo'shsak, natriy keladi, mana brom olib chiqib ketdi. Tasavvur qilamiz. Shuni yozamiz yana. CH3 uglerod, uglerod, CH3, mana CH3, mana CH3 va mana bu joyga ham CH3 yozamiz. Mana yozdik. Endi mana hamma radikal keldi. Bizda brom 2 ga bog'langanmidi? Mana shu joyni mana belgilab qo'yamizda. Xuddi shu alkanni yana yozamiz. CH3 uglerod. Mana pastki qismini yozsam ham bo'laveradi CH3. Chunki mana bu joydan bog'lanish bor. Mana CH3 va mana bu joyi CH3. Mana bu tartibda bo'ldi mana. Demak, buni mana bunday qilib bir-biriga shu uzilgan joyni tutashtirib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shunday tartibda sodir bo'ladi. Ya'ni virus reaksiyasi shu, ya'ni ikki hissa oshishini hisobga olish kerak, ya'ni uzilgan joydan uzilgan joy bog'lanishi hisobga olish kerak. Misol uchun buni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bizda mana tasavvur qiling, mana shu joyda bor edi. Mana bitta qog'ozga yozdik shuni. Endi xuddi shuni yozamiz. Xuddi shundan yana bitta yozamiz. Tasavvur qilamiz. Bu faqat tasavvur orqali. Mana ikkitasini yozib oldikmi? Mana uni olib kelib tutashtirishimiz kerak mana bu joyga. Tutashtirilganda mana uglerod
mana bu joy turibdi, mana o'sha birinchi qismimiz va ikkinchisini olib kelib tutashtirsak mana bunday holatda bo'ladi. Ya'ni tutashtirish faqatgina uni mana uzilgan qo'li orqali tutashtirishda, mana bu joydan tutashtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shunday holatda hosil bo'ladi. Ya'ni virus reaksiyasida ikki hissa oshishini bilish kerak birinchi o'rinda. Keyin shu galagin qayerda bo'lsa uzilgan joy shuni yana qaytadan bog'lanishi hisobga olishimiz kerak bo'ladi.